Elhamdülillah. Cimi hamdü sana alemlerinin perverdigari Allah xastur. O Allah asmanlarda ve ziminde özüge çin işengen bendiler üçün röşen mücizlerini kıldı. Ve ularga ahirette kattı nimetlik cennetlerini teyyarıldı. Guvahlık bermen ki bir Allah'tan başka ilah yoktur. O salih, takvadar kişilerinin igisidir. Yani guvahlık bermen ki Seyyidimiz, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi ve takvadarlarının yolbaşçısıdır. Durud ve salam Allah'ın elçisi ve bendisi bolgan o zatqa, o zatның ail tavabatlarga, sahabelerge ve kıyametkiçe o zatның toğur yolu egeşkenlerge bolsun. Sözümüz kelsek, ey Allah'ın bendileri, yakin, çin işenç, din ibaret kattı uzuk bilen uzuqlınlar ve takvadarlardan bulunlar. Alemlerinin perverdigari Allah Teala aytadi ki, eğer sizler iman etsanlar ve perverdigarınlardan korksanlar, çoğun savapka erişsizler. Ey müminler! Ebu Bekir razıyallahu anhu bir günü hutbe sözlep dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundak degen, ey insanlar! Hakikaten kişilerge dünyada çin işenç, yakin ve salametlik, tinişliktinmu yaxşarak bir nimet berilgen emas. Şuna ulug Allah Teala'dan bu iki nimetni soranlar. Ey Allah'ın bendileri! Hakikaten u bolsumu yakindir. Yakinning nemiligini qandaq bilalaysizlar? U bolsumu imanning hammasi bulup, Allah'ın barlıq peygamberlerimi onun bilen süpetlengen katta bir süpettir. Alaylık İbrahim aleyhisselam hakkında Kur'an'da mundak kelgen. İbrahim'nin tevhid barısida qat'i işengüçlerden buluş üçün onunğa atisi bilen kavminin gumrahlıqını körsetkenimizdek biz İbrahim'a asmanlarının, zeminin acayiplerini körsettik. Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselamı yakin, çin işençnin en yukarı çoqqısıga yetken bulup, bu halet Kur'an'da o zat bilen hemrahları o'ttirsidagi diyalogda mundak kelgen. İki top, yani Firavun topi bilen Musa aleyhisselamның topi bir-birini körüp turuşkan çağda Musa'nın adamları, ular yani Firavun bilen qo'shini bizge çoqum yetişip aldığan boldu dedi. Musa aytdi, undaq bolmaydı. Yani hergiz yetişelmeydi. Perverdigarım hakikaten men bilen billa. Meni qutuluş yolga başlaydı. Peygamberimiz ve Habibimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yakin barısida yüreklerini lezzigi salgıdak bir ülgü yaratkandır. O zat Sevr g'arida Mekke müşrikler tarafından muhasirga ilingan çağda hemrahi Hazreti Ebu Bekir'ge g'am qilmag'in, shaksizki Allah biz bilen billidir degan edi. Ey Allah'ın bendileri! Hakikaten sizlerinin perverdigarınlarga bolgan çin işençanlar sizlerinin ol Allah'ın barlıqıga iman keltirişinlar bilen ve ulug'liqiga, isim süpetlerinin kamilliqiga şek aralashib qalmaydigan, guman şübihler bilen tevirtip koymaydigan derecede. Şundaqla Allah'ın her daim sizler bilen billi ekenligini his qilishinglarni taqozo qiladigan ve Allah'a tevekkül qilganligini ifodalaydigan derecede itiqad qilishinglar bilen buludu. Eğer xalisanlar perverdigarınlarının kitabını oqunglar. O kitapta mundak kelgen. Bu Kur'an insanlar üçün röşen paketlardır, hidayettir. Ölgenden keyin tirilishga cezmen işengen kavm üçün rahmettir. Yana Allah'ın mutlak kudret kamalıga haqiqiy ishonishinglar üçün Allah'ın kengri kainatını,
yaratışning bak inchika ekanligini tafakkur qilinglar. Ziminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qildiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Ey Allohning bandalari, koinotning ishlarini idora qilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchi ol Allohga bo'lgan ishonchinglarni kuchlantiringlar. U butun maxluqotni yaratdi. Ularni bejirim, ya'ni chiroyli va munosib shaklda qildi. Agar Alloh sizlarga so'rg'ininglarni bersa, Al-Latif, ya'ni shay'larning nozik taraflarini bilguchi degan sifatiga binoan berdi. Agar bermasa, Al-Xabir, ya'ni hammadan xabardor bo'lib turg'uchi degan sifatiga binoan bermaydi. Ya'ni berish bermaslik hammasi Allohning bir hikmet bilan bo'ladi. Maxluqotni yaratgan Alloh bilmasmi? U shay'larning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Agar Alloh bandasini musibat bilan sinasa, u rahimdil zotdir. Ya'ni sinab orqali darajasini yuqori ko'tardi. Agar salomat xotirjam qilsa, u hamma bilib turguchi zotdir. Ya'ni Alloh bunimi bir hikmat bilan shunday qildi. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginlar mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nemaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Pish uchun tirishayotgan kishi, sen Parvardigoringning berdiganligiga haqiqiy ishonch qilgin. U rizqining Alloh subhanahu va taoloning qo'lida ekanligiga chin ishongin. Shundaqla yana u Allohning rizqini taqsim qilishdagi hikmatiga ishongin. Allah Taala aytadiki, Allah o'zining hikmatiga asosan xohlagan odamning rizqini keng qiladi va xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Mushriklar dunyo tirikchiligiga xush bo'lib ketdi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozg'in narsadir. Ba'zilarimizga nima bo'ldikin qattiq vaysaydi, tortidi va kelgusidan bak andish qiladi va o'zini boshqalar bilan silishtirdi. Agar rizqi tor naqs bo'lsa, nima uchun menga palondek berilmadi? Palondek rizqim kengar emas deydi. U Alloh taolaning fazlining hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Alloh uni xohlagan odamga berdi degan so'zi haqida o'ylanmamdigandir. Shundaqla Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning har qanday bir jon o'zining rizqini to'liq olmay turib o'lib ketmaydi degan so'z haqida tafakkur qilmamdigandir. Ey Allohning bandalari, qalbinglarni chin ishonch bilan to'shqizinglar va rahimdil Rabbinglarning berdiganligiga ishoninglar. Bu hayoti dunyoda qanchilgan og'ir sinoqqa duch kelgan insonlar bor. Agar ularning qalbi Rabbiga bo'lgan haqiqiy yaqin, chin ishonch bilan to'lsa, qalbidagi g'am andishlarning hammasi yo'qolib ketadi. Tövəndəki nemi degan yaxşı aytilgan söz ha? Qayg'ularimning hammasiga chin ishoncham yetarlikdir. Kishining eng yaxshisi hozirligi uning rost yaqinidir. Ey Allohning bandasi, hayotining har bir lahzasida Allohning rahmatlarining tushib turadiganligiga chin ishongin. Sening Rabbingga qarta bo'lgan ishonchingning miqdoriga qarta maqsad muroding hosil bo'ladi. Allohdan o'zingga qalbingga chin ishonch ato qilishni so'ragin.
ve her vakit işlarga sebep kılgın. Bilgin ki Allah Teala şundaq zatdır ki öz hikmeti ve kudreti bilen mahlukatның işlerini başqırıp durdu. Sizlerning parvardigoringlarga muloqot bo'lishga ishonsin deb qudratning dalillarini tafsili bayon qiladi. Ey müminler, Allah'a, Peygamberge ve özünlerden bolgan iş üstünlüklerge itaat kılınlar. Elhamdülillah. Allah'a layık ravişte hamdü sanalar bulsun. Durud ve salam Allah'ın peygamberi ve bendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, o zatның ayıl tavabatlarga, sahabelerge ve o zatның toğru yoluga ergeşkenlerge bulsun. Sözümüz kelsek, ey Çin işengüçler. Bilinglar ki, yaqin, Çin işenç degan qalbning muhim bir qismidir. Ko'ngilning xotirjamligidir. Ruhning tinchligidir ve nafsning rohatidir. Bu yaqin bilen Allah'a Çin işengen mümin g'am qayg'ularni yo'q qiladi. Peshonasiga putilganiga rozi bo'ladi ve o'ziga yetgan musibatlarga sabr qilishga muvaffaq bo'ladi. Buni tasdiqlaydigan dalil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ey Allah, bizga bizni sening oldingda gunohkor bo'lishdan to'sadigan qo'rqinch ato qilgin. Bizni jannatingga erishtiradigan taat ibodatingga muyassar qilgin. Bizga dunyoning baloy ofatlarini mansitmaydigan ishonch ato qilgin degan duosidir. Ondan u Çin ishonguvchilar qiyomat kuni sabr qilguvchilarning manzillariga yetadi va savob umid qilguvchilarning mukofotidek mukofotga erishadi. Shundaqla yana olamlarning parvardigori, ular sana nozil qilingan kitobga, senden ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishindi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ana shular Parvardigorning to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir. Ana shular baxtga erishguchilardir deb ta'riflagan baxtga erishguchilarning qatoridan bo'ladi. Ey Allohning bandalari, Allohga bo'lgan chin ishonchinglarni mustahkamlashda ahd qilinglar. Uni doimlik hamrohinglar qilinglar va Parvardigoringlardan qalbinglarni yaqin, chin ishonch bilan to'shqizishni so'ranglar. Shundala dunyoda baxtlik bo'lasizlar va oxiratda nijot topasizlar. Ey Allah, Sayyidimiz Muhammed Aleyhisselam'a, o zatning oil tavobatlariga va hamma sahobalarga durud va salom yo'llag'in. Ey Allah, Hazreti Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali'din ve barlık sahabe kiramlardan razı bolğun. Ey Allah'a çin işengen bendiler, men dua kılımen. Sizler icabet bulduğallıqıga çin işengen halda amin danglar. Ey uluq Allah, bizge sana hakiki işindiğen yakin, çin işenç ata kılgın ki, bu arqılıq biz dünyanın musibetlerini mənsitmegeymiz. Ve bizge pişanımızga neyim putilgen bolsa şu yetidu deb bilgeymiz. Ve şundaqla sen bizge taqsim qılgan rızıqni yeymiz, artıq yiyelmeymiz deb bilgeymiz. Ey Allah, bizni sana iman etquchi, sana ibadet qilguchi, sening tarafingga qaytquchi va ota-onamizga yaxshilik qilguvchilarning qatoridan qilgin. Ular bizni kichikligimizda tarbiyalagandek ularga rahim qilgin. Ey rahim qilguvchilarning
eng rahim qilg'uchi bo'lgan zot. Ey Alloh, davlatimizga muqimlikni davomlashtirgin. Bizga salomatlik ne'matingni to'liq qilib bergin. Rizqlarimizni kengir qilgin va bizga ayollarimiz, bolalarimizda barkat bergin. Ey Parvardigorimiz, bizga biz sendan so'ragan yaxshiliklarning hammasini bergin va biz sendan so'rab bo'lolmagan yaxshiliklarga bizni yetkizgin. Sen haqiqatan ko'p berguchi zotdirsan. Ey Allah, davlat raisi Şeyh Muhammed ibn Zayedni, o'rinbosarlarni, davlat hokimlari bo'lgan qarindoshlarni va vali ahdisni sen yaxshi ko'rdigan va sen rozi bo'lgan ishlarga muvaffaq qilgin. Ey Allah, Şeyh Zayed, Şeyh Rashid va boshqa davlatni ta'sis qilgan rahbarlarga rahim qilgin. Ularni fazling bilan kengri jannating kirgizgin va shahidlarimizga rahmat, mag'firat qilgin. Ey Allah, musulmon musulmon ayollarga, mu'min mu'min ayollarga, ularning ichidagi hayotlarga va o'lib ketganlarga hammasiga rahim qilgin. Ey Allah, bizga yağmur yağdırıp bergin. Bizni ümitsizlangishlardan qilmag'in. Ey Allah, bizga yağmur yağdırıp bergin. Ey Allah, bizga dunyodami yaxshilik ato qilgin. Oxiratdami yaxshilik ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlag'in. Ey Allah'ның bandalari, ulug' Allah'ni zikr qilinglar. Shunda qilsanglar, Allah'mu sizlarni eslaydi. Allah'ның ne'matlariga shukr qilinglar. Shunda qilsanglar, Allah Taala ne'matni sizlarga texmi ziyoda qilib berdi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.